Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizni kechagi dasturimizga kelgan munosabatlar bilan boshlaymiz. Umuman bundan keyin biz har bir ko'rsatuvimizni kechagi ko'rsatuvimizga yoki bundan oldingi ko'rsatuvimizga bildirilgan munosabatlarini o'qib berib, ularga munosabat bildirib, keyin dasturimizni davom ettiramiz. Chunki mana shunaqangi ikki tomonlama munosabat bo'lmasa, o'quvchilar bizdan ranjib qolishmoqda. Bilasiz, biz o'tgan gal talab va istaklarni, e'tirozlarni e'tiborga olib, xususan Akrom Mahmudov ismli ajoyib bir ukamiz Amerika Qo'shma Shtatlarida oilasi, bola chaqasi bilan yashaydi, xizmat qiladi. Namozxon, juda ajoyib iymon e'tiqodli ukamiz bor. Ana shu kishi bizga salomlarga alik olmaslik bu gunoh ekanligini dunyo o'zbeklari muxlislari Ismat Xushevdan ranjib qolishi mumkinliklarini aytib iltimos qilgan edi. Biz uning bu iltimosini bajo keltiramiz. Bundan keyin eslatib o'taman, har safar dasturimizni boshlayotgan paytda 5 minut, balkim 10 minut oldingi dasturga bildirilgan munosabatlarga munosabat bildirib o'tamiz. Aziz do'stlar, siz Kanadaning Toronto shahridan turib o'zbek tilida olib borilayotgan muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning mualliflik dasturini tomosha qilyapsiz. Demak, kecha bizning dasturimiz O'zbekistondagi veteranlarning bugungi hayoti haqida edi. Bu dasturimizga shunaqangi ko'p xatlar kelyaptiki, biz hali bugun ishdan kelib bu dasturga tayyorgarlik ko'rib ulgurmadik. Bu xatlar oqimini tartibga solishga, bir yo'nalishga olib, ularni hammasini chiqarib kserokopiyadan sizga o'qib berishga ulgurmadik. Xatlar kelishda davom etmoqda. Hozir esa biz kechagi dasturimizga bildirilgan munosabatlarga e'tibor qilsak. Odatdagidek Ollamurod Isaqulov, agar bilsangiz, kecha bizning dasturimiz efirga chiqayotgan, butun dunyo bo'ylab yangrayotgan o'zbek tili jaranglayotgan paytda Ollamurod Isaqulov Parkentdan Toshkent tomon yo'lga chiqqanliklarini va bizning teledasturimizni yo'lda tomosha qilib eshitib ketayotganliklarini aytgan edilar. U kishi endi yozibdilar: assalomu alaykum, nihoyatda haqsiz, jasoratingizga Alloh kuch-quvvat bersin. Ollamurod Isaqulov, eslatib o'taman, taniqli davlat va jamoat arbobi. Bu kishi uzoq yillar davlatimiz, xalqimiz baxt saodati uchun samarali mehnat qildilar. Bugun nafaqada, pensiyada. Biz esa O'zbekistondagi pensionerlarning nafaqadagi ota-bobolarimizning bugungi ahvoliga bir rov Kanadadan turib razm solgan edik. Demak, bizning dil so'zlarimiz Ollamurod Isaqulovning ham ko'ngil tuyg'ulariga mos tushgan ekan. Biz ko'targan muammolar u kishining ham qalbida bor ekan. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. Stalin aytgani kabi, biz haqmiz va biz g'alaba qilamiz. Nasha delo pravoye и мы победим degan edi.
Stalin urush paytlarida xalqqa qilgan murojaatlarining birida. Demak, biz ham O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlar, islohotlar haqida, O'zbekiston prezidentiga juda qiyin bo'layotgani, lekin o'zbek xalqi o'z prezidentini qo'llab-quvvatlayotgani haqida jo'shib, kuyib, yonib gapirarkanmiz. Bularning hammasi to'g'ri ekanini, biz to'g'ri yo'lda ekanimizni bizning muxlislarimizning dil so'zlari va bizga har kuni oqib kelayotgan yuzlab xatlar isbotlab turibdi. Shuhrat Barlas yozadi: aka, ajoyib ko'rsatuv bo'ldi, rahmat. Bir og'iz, bir satr qisqa so'z, lekin katta ma'noga ega. Biz Ollamurod Isaqulovga ham mana shu so'zlari uchun haqsiz jasoratingizga Alloh kuch-quvvat bersin degan so'zlari uchun Shuhrat Barlas ukamizning aka, ajoyib ko'rsatuv bo'ldi, rahmat degan so'zlari uchun chin yurakdan minnatdorchilik bildirib davom etamiz. Odatdagidek Yulduz Oripova: assalomu alaykum Ismat aka, sog' bo'ling hamisha deb bizga o'z mehrini namoyon etadi. Tati Murodov ismli bir ukamiz paydo bo'ldi. Bu dunyoda, dunyo o'zbeklari orbitasida. Bu yigit nohaqliklar haqida, bir o'zi kurashayotgani haqida bizga aytgan edi. Biz sizga yordam qilamiz uka. Bizga yuboring hamma xatlaringizni dedik va u bizga o'z advokati bilan kelishib, o'z boshidan o'tgan adolatsizliklarni yaqinda yuboraman dedi. Yuborishi cho'zilib ketdi. Biz kecha kutgan edik, bugun kutgan edik. Agar kelsa biz sizga o'qib beramiz. Biz jurnalistmiz. O'zbekistonda na jurnalist topibdi. Men yozgan xatlaringizni sal bir ko'rsatib oling birorta jurnalistga dedim. Aka, topolmadim. Faqat yonimda advokatim bor deydi. Biz mana shunday yolg'iz kishilarga na prokuratura, na sud quloq solyapti ekan. Bu haq, bu tadbirkorlik qilaman desa bunga yo'l bermayapti ekanlar. Prokurorlar protest keltiradi deydi. Bir sud unday qaror chiqaradi, bunday qaror beradi, prokurorlar protest qiladi, lekin mashmashalar davom etyapti. Bu yigit davlatdan kredit olgan shekilli biznes qilmoqchi, lekin yo'l berishmaydi. Biz sizning yodingizdamiz dedik. Biz sizga yordam beramiz. Biz sizni nohaq agar haligiga uchragan bo'lsangiz, biz sizni nohaqlikdan himoya qilamiz dedi. Men uni ko'rmaganman, tanimayman. U bizga hozir o'z dardini aytib yozish kerak. Biz uning yozganlarini o'qib kerakli idoralarga murojaat qilamiz. Bu ukamiz ham Tati Murodov, buni ismi Tatu Murodov, buni ismi bunaqa ism yo'q. Ko'p kishilar Facebookda shunaqa nimalarni qo'yadi, lekin aniq-tiniq ismini aytish kerak. Assalomu alaykum, til ojiz, chiroyli ko'rsatuv bo'ldi, rahmat. Bobur Rahmatov yozyapti. Bu kishi faqat salom beribdilar. Ahmed Karimov ismli bir akamiz bizga kechagi veteranlarimiz haqidagi bizning tele dasturimizga mana shunday munosabat bildirib xat yozibdilar. Assalomu alaykum Ismatjon, rahmat sizga. Ayni mening yuragimdagi gaplarni aytib berdingiz. Men hozir pensiyadaman. Bitta misol keltiraman. Men 90-92-yillari Xorazm viloyatining Gurlan tumanida O'zbekiston Turkiya qo'shma korxonasini O'zA Turk tashkil qilib, tumanimizdagi kommunizm kolxozi, keyinchalik vazir bo'lgan 65 ta ishchi o'rni yaratib, tikuvchilik korxonasini tashkil qilganman. U paytlar konvertatsiya masalasi yo'q edi. Keyinchalik 96-97-yillarga kelib investorlar, turkiyaliklar kuygan sarmoyalarini, bu sexda ishlab chiqilgan mahsulotlarni Turkiyaga qaytib olib ketganlar va o'z zarari hisobiga firmadan voz kechgandilar. Qolgan оборудование va mexanizmlarni kolxozning mutasaddi odamlari talon-taroj qilganlar. Keyinchalik 1998-yilga kelib tumanimizga yangi hokim Rayonboy Qo'chqorov degan hokim kelib, rayonimizga investorlarni jalb qilish to'g'risida juda qattiq ish olib bordilar va meni ishga taklif qildilar. Tuman hokimligi
yaqinida o'zini boshqaruvchi investitsiyalar jalb qilish boshqarmasini tashkil qildilar. U paytlar O'zbekistonga sarmoya kiritaman va ishlayman deganlar son mingta edi. Shu kunlarda investorlar anqoning urug'i bo'lib qoldi. Mening pensiyaga chiqqanimga 8 yil bo'lib qoldi. Yaqinda eshitib qoldim, hokimiyatda yangi hokim muovini 3-4 ta mutaxassislar bilan investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha bo'lim ochibdilar. Vaholanki biz Rahimboy Qo'chqorov bilan bundan ro'parasa 20 yil oldin boshlagandik bu ishlarni. Afsuski u kunlar endi qaytmaydi. Endi Ahmet Karimovni mana shu rayon Gurlan Xorazm viloyatining Gurlan rayoni hokimni muovinlari taklif qilishlari kerak, tajribalaridan foydalanishlari kerak deb o'ylaymiz. 20 yil oldin boshlanganida rasvo bo'luvdi akajon. Mana endi boshlanyapti. Bular uzoq muddatga ketadi va O'zbekistonimizni yangi bir salohiyat yo'liga olib chiqadi deb o'ylaymiz. O'ylaymizki, bu galgi investitsiyalar jalb qilish ishlari vaqtinchalik bo'lmaydi va bular bir umrga davom etadi. Shu yerda hokimning muovinlari debsiz, men aytmoqchiman, har bir rayon hokimiga prezident topshiriq bergan, har bir vazirga, har bir tashkilot rahbari, hatto elchilarga ham agar esingizda bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev elchilar faoliyatiga baho berib, ularni nimaga chaqirgan paytda elchilarning oldiga ham eng asosiy vazifa sifatida mana shu investitsiya jalb qilishni qo'ygan edi. Modomiki siz Xorazm viloyatining Gurlan tumanida bundan 20 yil muqaddam investitsiyalar masalasi bilan shug'ullangan ekansiz, Xorazm viloyatining bugungi hokimi, Gurlan tumanining bugungi hokimi albatta bizni eshitib turgan bo'lsa, ular sizni topib, siz bilan bog'lanishlari kerak, sizni tajribangiz kerak bugun O'zbekistonga. Eslatib o'taman, Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan pensioner Ahmet Karimov bizga munosabat bildiryaptilar. Aziz do'stlar, biz 5 minut, 10 minut dedik, allaqachon 15 minutga bordik, ko'rib turibsizmi? Qanchalik shiddat bilan o'tadi vaqt. Biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Bugungi dasturimizda bizda doimiy muxlisimiz bor, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Akrom Mahmudov deymiz. Bu kishi bir xat yozibdilar. Assalomu alaykum Ismat aka. Hozir insonlarda prezident qabulxonasidagi nolalari xuddi Karimov davrini qaytarayotganiga o'xshaydi. Karimov ham boshida ko'p yaxshi ishlar qilib, keyin boshlagan edi. Xalqni aldash qachongacha davom etadi? Yo bo'lmasa Mirziyoyevni aldayapti bular. Mana shu keyingi gapingizga men qo'shilaman. Men O'zbekistonga borib qaytgandan keyingi ko'rsatuvlarimning birini prezidentga do'stmisiz, dushmanmisiz, janob hokimlar deb nomlagan edim. Ana o'sha ko'rsatuvni men bugun yana qayta tomosha qilib, uni bugun yana efirga qo'yishga qaror qildim. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevni og'zida qo'llab-quvvatlab, og'zaki yonida turganda, lekin kabinetiga kirganida mulozimlar o'zi bilan o'zi yolg'iz qolganida prezident Mirziyoyevning unga termulib, tikilib, nima ish qilyapsan? Qanday qilibsan bu davrga, mana bu xalqqa nima bilan bir yordam qilasan, nima bilan uning og'irini yengil qilasan degandek sinovchan tikilib turgan portretiga boqib, Shavkat Mirziyoyevning ming xil xayollarga boryapti. O'zbekiston oliy rahbariyatidan tortib barcha mulozimlar. Ular yuzaki aytolmaydi, lekin ich-ichida Mirziyoyevni prezident bo'lganiga ular xursand emas. Chunki Mirziyoyev birinchi kundan mana bugunga qadar xalqni o'ylab siyosat yurityapti. Xalq bilan hisoblashishga majbur qilyapti rahbarlarni. Bu rahbarlarga yoqmayapti. Shuning uchun ham Akromjon, men sizni maktubingizga javob berib aytamanki, prezident portali o'zining oldiga qo'ygan eng ulug'vor vazifalarni bajardi va yana bajaradi. Bu vaqti kelib ehtimol buni o'rniga boshqa bir tuzilmalar qo'yilar, bilmadim. Lekin hozircha prezident portaliga yozilgan har bir xat e'tiborda ekanligini men shaxsan o'zim yaxshi guvohiman.
Chunki dunyo o'zbeklariga bizni bu dasturimizga har kuni kelayotgan yuzlab xatlarning orasida prezident portaliga murojaat qilib, o'z niyatiga erishgan, maqsadiga erishgan, ko'ngilda cho'kib yotgan savollarga javob topgan odamlar ko'pchilikni tashkil qiladi. To'g'ri, bu bilan aytishim kerak, kamchiliklar ham ko'p, juda ko'p shikoyatlar o'sha joylarga, o'sha rayonlarga, xususan sud va prokuratura sohasidagi shikoyatlar hozircha o'z yechimini topgani yo'q. Bularni qayta ko'rib chiqish kerak. Ular majbur bo'lyapti yana o'sha joyga yuborishga. Shunda odamlarning qalbida prezident portaliga bo'lgan ishonchsizlik kelib chiqyapti. Lekin men bunday deb o'ylamayman. Prezident portaliga yozilgan har bir adolatsizlik haqidagi xat bugun tekshirilyapti. Bu eng muhim, eng katta gap. 27 yil bizda shikoyatlar o'rganilmadi va tekshirilmadi. Shunday bir paytda prezident portalining faoliyatiga shubha bilan qarash men bunga qo'shilmagan bo'lardim. Shuning uchun Akramjon, siz kuyib yonib yurasiz, xuddi Oqdaryolik ana bu Murodjon Mannonov degan ukamiz bor. Bugun yana ukamiz yozibdi, mana hozirgina ukamizdan mana nimamizni ochamiz. Mana Murodjon Mannonov yozyapti. Ismat aka, ana bu Oqdaryodagi ikkita ginekolog vrachlarni qopga jo'natib ayol kishilarni o'rniga erkaklarni qo'ygan edi. Shu biz chiqish qilganimizdan keyin, To'ramurod yozganidan keyin u qopdan chaqirib yana o'zini rayon tug'ruqxonasida ginekologiya bo'limiga ishga olgan, erkaklarni bo'shatgan, adolat tiklangan edi. Biz shaxsan Shodmonovga murojaat qilgan edik, Sog'liqni saqlash vaziriga mana shu teleekran orqali. Yana bu ayollarga tazyiq boshlandi dedi boya. Men aytdim, aniqlab borib kasalxonaga borib, tug'ruqxonaga ko'chani gapini menga yubormang dedim. Mana yozdim. Assalomu alaykum Ismat aka, sog'liqlaringiz yaxshimi? Aka, bu vrachlarimizga yana tazyiqlar o'tkazishni boshlashibdi. Nima qilsak bo'ladi? Assalomu alaykum. Nima bo'layapti? Kim bu ishni qilyapti? Batafsil yozing. Dedilarga ishonmang deb aytdim. U bizni Obrazrafda yig'ilish o'tkazib ishdan ketasan degan emish debdi. Emish degan gaplarni yig'ishtirib, menga joyiga borib o'rgan dedim. O'rganib kelsa biz o'z munosabatimizni bildiramiz. Endi aziz do'stlar, bizni bugungi dasturimizda o'qib beradigan yana bir narsamiz bor. Bu Sardor Tillanazarov degan bir ukamiz o'zining otalari Anvar Tillanazarovni muborak nomini oqlash bo'yicha juda ko'p harakat qilib yuradi. Esingizda bo'lsa, biz dunyo o'zbeklarida Anvar Tillanazarov haqida G'amgin ballada nomli bir maqola yozganmiz, u kishining hayoti haqida hikoya qilganmiz. Keyin yana bir Ismat Xushov bilan yuzma-yuzda ham bir ko'rsatuv qilgan edik. Hozir mana shu ko'rsatuvdan bir parchani eshitib, keyin yana davom ettiramiz. Aziz vatandoshlar, muhojiratdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun yakshanba kuni 14-aprel 2018-yil. Biz bugungi dam olish dasturimizda bir emas, bir nechta dasturlar tayyorlashni, mana ertalabdan buyon biz bu ikkinchi marotaba, yana 3-4 marotaba efirga chiqamiz. Bugungi dasturimizni biz o'tganlar yodi deb nomlashga qaror qildik. Bu dunyoda O'zbekiston uchun, uning davlat bo'lib shakllanishida, mustaqillikka erishuvida xizmati singan davlat va jamoat arboblari bir talay. Lekin keyingi chorak asr davomida biz ularning qadriga yetmadik. Ularni kuch g'ayratga to'lgan paytda, O'zbekiston oliy rahbariyatda ishlagan paytda ishlatdik-ku, keyin bir bahonai sabab bilan surib tashlaganimizdan keyin siyosatdan
ularni tamomila unutdik. Ularni xizmatlarini ham, ularni O'zbekiston davlat bo'lib shakllanishidagi katta zahmatli mehnatini, ulug' xizmatini hammasini unutdik. Bu dunyoda o'tgan chorak asr O'zbekistonda faqat bir kishi bor edi, faqat bir kishi rahbar edi, faqat bir kishi O'zbekistonning timsoli edi. Bu juda noto'g'ri siyosat edi. Bu juda noto'g'ri edi. Noto'g'ri edi. O'zbekistonni davlat bo'lib shakllanishida, mustaqil bo'lib O'zbekistondek bir davlat dunyo hamjamiyati saflarida paydo bo'lishida, siyosiy davlatlar xaritasida paydo bo'lib o'z o'rniga ega bo'lishida O'zbekistonni o'sha shakllanish davrida O'zbekiston oliy rahbariyatda ishlagan rahbarlarning qissasi beqiyos. Lekin biz ularni hammasini tarix yo'qligiga, tarix nimalariga uloqtirdik. Adolatsiz ravishda. Biz bugundan e'tiboran, biz dunyo o'zbeklarida 5 yildan buyon mana shu O'zbekiston uchun jon fido qilgan, keyinchalik Islom Karimovning g'azabiga uchrab, tarix sahifalaridan tamomila o'chirilgan odamlarni yodlab, ularni xotira ruhi poklarini eslab, shod qilib, shu nimalarnidir yozib, chizib yurimiz 5 yildan buyon. Bugundan e'tiboran biz Ismat Xushu bilan Yuzma-yuz nomli ko'rsatuvimizning yakshanba kungi sonlarida maxsus ko'rsatuv qilib, ana shu o'tganlarini, xotirasini yodlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bugun biz ana shu ulug' niyatda birinchi o'zbek tadbirkori, birinchi xususiy banklar tashkil qilgan 90-yillarda O'zbekistonda juda ko'zga ko'ringan taniqli kishi Anvar Tillanazarovning xotirasiga bag'ishladik bugungi ko'rsatuvni. Anvar Tillanazarov 90-yillar boshida O'zbekistonda juda katta puldor, juda katta mulkdor bo'lgan, juda katta ishbilarmon bo'lgan, uni o'zini ta'sis etgan Anvar Bank nomli banklari juda katta qudratga, kuchga, nufuzga ega bo'lgan. Islom Karimov endigina hokimiyatga kelgan davrlarda keyinchalik bu kishini boshiga o'sha Islom Karimovning g'azabiga yo'liqib ko'p nohaqliklar tushdi. Bular haqida biz hozir gapirib o'tirmoqchi emasmiz. Anvar Tillanazarovni bugungi yoshlar bilishmaydi albatta, yosh keksa avlod yaxshi biladi, lekin biz jurnalistlarning vazifasi ana shunga o'xshagan kishilarni sekin asta nomini tiklash. Ularning hammasi qora nom bilan, tuhmat bilan adolatsizlik qurboni bo'lishgan. Bunday odamlar faqat Allanazarov emas, Anvar aka emas. Masalan, Shukrullo Mirsaidov, O'zbekistonni birinchi va oxirgi vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidovning porloq xotirasi oldida biz hanuz qarzdormiz. O'zbekistonni birinchi va oxirgi davlat kotibi Rahim Rajabovning ruhi oldida biz bir umr qarzdormiz. Ular amaldan olinganidan keyin umuman eslanmadi o'zbek jamiyati tomonidan. Islom Karimovning g'azabi mana shu qadar kuchli edi. Ularni ishlatdi. Ular O'zbekistonda ko'zga ko'ringan birinchi darajali shaxslar ro'yxatida edi. Lekin ular o'z vazifasidan olingandan keyin ular xorlikda, zo'rlikda va unutilib yuborilgan, jamiyat tomonidan, davlat tomonidan unutilib yuborilib, oxir oqibat ular bu dunyodan armon bilan ko'z yumishdi. Adhambek Fozilbekov, Toshkent shahri hokimining ham porloq ruhi oldida biz qarzdormiz. Ular O'zbekistonni 90-yillarda O'zbekiston bo'lib endi oyoqqa tura boshlagan paytda, davlatchilik
rivojlanayotgan, shakllanayotgan paytda, o'zbek davlatchiligining tamal toshlari quyilgan paytda juda katta xizmat qilishdi bular O'zbekiston uchun. Bular qatoriga Shahobiddin Ziyomovni ham bemalol qo'yish mumkin. U kishi prezidentning davlat maslahatchisi edi, ideologiya sohasida avval Markazkom kotibi Jahongir Hamidovning qo'lida ishlagan, keyinchalik boshqa kotiblarning qo'lida ishladi va O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvi joriy etilganidan keyin Islom Karimovning prezidentlik boshqaruvida faoliyat ko'rsatdi. Shahobiddin Ziyomovlardek asl o'zbek farzandlarining ruhi poklari oldida biz bir umr qarzdormiz. Bunga o'xshagan O'zbekiston davlatchiligi shakllanishida 90-yillarda O'zbekiston mustaqil bo'lib, endi oyoq atak chechak qilib qadam qo'ya boshlagan paytlarda O'zbekiston oliy rahbariyatida ishlagan, O'zbekiston viloyatlariga hokimlik qilgan, O'zbekiston hukumatida ishlagan, boshqa davlat boshqaruv idoralarida rahbarlik qilgan juda ko'plab kishilar borki, ular umuman unutilib, O'zbekiston rasmiy O'zbekiston tomonidan, davlat tomonidan umuman eslanmadi va ular o'lib ketgandan keyin ham bir og'iz ta'ziya berilmadi. Biz bugungi ko'rsatuvimizda ana shular haqida sekin-asta hikoya qilib boramiz. Har hafta yakshanba kuni biz navbatdan tashqari ko'rsatuvlarimizda ana shu O'zbekistonning davlat bo'lib, O'zbekiston bo'lib endigina shakllanayotgan paytida O'zbekistonda taniqli shaxslar bo'lgan mulozimlar, hokimlar, senatorlar, deputatlar haqida biz ko'rsatuv qilishni yo'lga qo'ydik. Bugungi ko'rsatuvimizda biz boya aytganimdek Anvar Tillanazarov haqida hikoya qilamiz. Men Shukurullo Mirsaidov, Rahim Rajabov, Adhambek Fozilbekov, Shahobiddin Ziyomovlarni aytdim, bular qatoriga bemalol Solijon Mamarasulovni ham va bugun men nomini tilga olmagan odamlar bo'lsa, siz bizga yozing, biz ular haqida ham albatta ma'lumotlar to'playmiz va hikoya qilamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda esa biz Anvar Tillanazarovning ajoyib bir qo'shig'i bilan boshlamoqchimiz. Aziz do'stlar, biz Anvar Tillanazarovning xotirasiga bag'ishlab oldingi dasturlarimizni bir qismini qo'yib berdik. Hozir bu dasturning boshlanishida Anvar Tillanazarov o'z davrida xuddi hozirgi Sherali Jo'rayevday undan ham yuksakroq dovruqqa ega bo'lgan kuchli san'atkor bo'lgan. Buni o'sha davrdagi keksa avlod yaxshi bilishadi. Uning dilbar bir qo'shig'i bilan boshlaganmiz. Agar qiziqsangiz, dunyo o'zbeklaridan yoki Ismat Xushevning Facebookdagi sahifasidan yoki YouTube'dagi Ismat Xushev sahifasidan bu videoni topib tomosha qilishingiz mumkin yoki biz uni yana bugun qayta yaxshisi e'lon qilamiz. Xullas, Anvar Tillanazarov haqida qisqagina ma'lumot oldingiz. Biz bu kishini nomini, muborak nomini qayta tiklash bo'yicha uning oila a'zolari bilan anchadan buyon ish olib boryapmiz. Menga Sardor, u kishining o'g'illari yaqinda bir xat yozibdi. Dadam ishlarida Oliy sud 4 ta narsa isbotlangan deb bizga javob beruvdi 8-fevral kuni. Shundan keyin yurist ariza yozdi. Isbotlangan bo'lsa bizga arizachilarning arizasini bering deb. Ular hujjat soxtalashtirmasdan arizachilar yo'q, faqat yo'q deb aytishibdi. Xullas, arizachi bo'lmasa, demak hech qanaqangi da'vo ham bo'lmaydi. Xullas, Oliy sud 4 ta ayblayotgan narsada hujjat soxtalashtirilmay to'g'risini aytishgan. Shuni endi yurist qolipiga keltirib ariza yozadi va bosh prokuraturaga 2 hafta ichida kiritadi. Siz suhbatimizda ifodalaganingizday bu juda quvonarli holat. Ular bizga soxta hujjat bersalar ham bo'lar edi. Unday qilishmadi.
va arizachilar ham yo'q. Ismat Xushev bilan yuzma-yuz ko'rsatuvingizda qonun, huquq yoki sud tizimidagi bo'layotgan islohotlar haqida gapirganingizda shu haqda aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi, deyapti. Endi bu yerda gap shundaki, Oliy sudga bular murojaat qilgan, Oliy sud da'vogarlar bo'lmasa, demakki bu odam oqlanishi kerak. Oliy sud oldingi davr bo'lsa, da'vogarlar bor deb qo'yardi, tamom, bo'lmasa ham aldardi. Hozir ular har qalay aldolmabdi. Da'vogarlar yo'q deb. Da'vogar bo'lmasa hech kim aybdor bo'lmaydi bu dunyoda. Mana shuni Oliy sud tizimidagi, umuman huquq tartibot tizimidagi Shavkat Mirziyoyevning yangi siyosati bois bo'layotgan ijobiy o'zgarishlar qatorida aytib o'ting, deyapti. Bizga mana bu Allanazarov Anvar akaning o'g'illari Sardor. Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan adolatli siyosatlarida hujjatlar ham soxtalashishiga sekin-astalik bilan chek qo'yilyapti. Nazorat kuchli va soxta ishlarga yo'l qo'yilmayapti. Men bularni o'zimning misolimdan aytayapman xolos. O'zingiz bilasiz, dadam atrofida ko'plab har qanday salbiy mishmishlar yurar edi. Odamlarning pulini yeb ketdi, odamlardan narsa olib ketdi deb. Qani bitta ham da'vogar yo'q-ku. Dunyo o'zbeklariga imkon tug'ilganda ayting, dadam birovning haqqiga xiyonat qilmagan ekanlar. Men buni bugun quvonch bilan baralla aytaman. Men bu ukamizni gaplariga qo'shilaman. Anvar Tillanazarov hech kimni haqqini yeb ketmagan, hech kimni oldida qarzdor emas. U kishi, eslatib o'taman, O'zbekistonning birinchi boylaridan, tadbirkorlaridan bo'lgan 90-yillarning boshlarida birinchi xususiy bank ochgan, juda katta puldor odam bo'lgan, juda ko'p kishilarga yaxshilik qilgan, juda ko'p odamlarni o'z hisobidan hajlarga yuborgan. Buni dovrug'ini eshitib Islom Karimov o'ziga ishga olmoqchi bo'ladi. Fayzulla Mullajonovni Markaziy bank boshlig'ini yuboradi. Borda u bilan gaplash, banklarini bizga o'tkazadimi yo umuman xususiy davlatchilik, xususiy banklarni yo'q qilib davlat ixtiyoriga olmoqchi bo'ladimi Islom aka? Shunda bu yigit o'zini shartlarini qo'yadi. Birinchisi konvertatsiyani ochish kerak deydi va bu yoqmaydi Islom akaga. Keyin bu qanaqadir bir o'zini shu homiyligini davom ettiraveradi. Endi Islom akaga yoqmagandan keyin u kishi topshiriq beradi, bu odamni tuhmat ayblar bilan hibsga olishadi va alal oqibat hibsxonada bu kishi kasalxonasida vafot etadi, aniqrog'i o'ldiriladi. Hech kim o'zidan o'zi qamoqqa tushgan odam, yosh odam, g'ayratli odam, juda puli katta odam, iste'dodli xushovoz xonanda bo'lgan odam, xuddi Sherali Jo'rayevday qudratli ovozi bor ekan. Mana bu yerda biz ashulasini ham qo'yganmiz. Dunyo o'zbeklarida ashulalari bor. Bemalol eshitib bunga o'zingiz ham ishonch hosil qilishingiz mumkin. Shunday odamlar o'zidan o'zi hibsxonada hech qachon o'lmaydi, u o'ldirilgan tashqi kuchlar ta'sirida. Mana bir odamning fojiali hayoti sizga. Shuning farzandlari, oilasi, o'g'illari, qizlari bu endi otalarining muborak nomi tiklanishini orzu qilishadi. Dunyo o'zbeklari bu masalada ularga ko'makdosh, darddosh, dildosh bo'lib, kamarbasta bo'lib, anchadan buyon biz maqollar e'lon qilyapmiz. Erta bir kun biz maqsadimizga erishamiz. Anvar Tillanazarovning muborak nomi oqlanadi. U kishining farzandlariga hech narsa kerak emas, faqat otalarining nomini oqlash kerak. Xolos. Dasturimiz davom etadi aziz do'stlar. Bugungi o'qiladigan savollardan yana biri Avazxon Muxtorov haqida ham maqola bersangiz, kechagi veteranlar haqidagi nimamizga munosabat bildirib Avazxon Muxtorov haqida 92-93 yillarda eshitganman. O'shanda u odam Farg'ona viloyat hokimi Islomovning, Mirzajon Islomovning birinchi o'rinbosari lavozimida ishlardi va ancha qudratli inson hisoblanardi. Keyinchalik mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi va uni o'rniga ukasi yoki akasi Temurxon Muxtorovni jazolashdi. Lekin hozir Temurxon Muxtorov Marg'ilonda yashaydi, adashmasam. Men Avazxon Muxtorovni yaxshi bilaman. U kishi juda o'z vaqtida Farg'ona viloyat prokurori bo'lgan, keyin Obul hokimi birinchi o'rinbosari bo'ldi. O'zbekiston Oliy Kengashining deputati edi. U kishiga nima bo'ldi, nima qo'ydi men bilmayman, har qalay adolatsizlik qilingan. Bizda o'z kuchiga ishongan dadil odamlarni yoqtirishmasdi Islom aka. Shu uchun bu odam farg'onalik
O'zbekiston Oliy Sovetiga deputat bo'lganda biz ko'rishib yurardik. Tuhmat bilan bu kishini keyin qochirish shekilli bu Amerika Qo'shma Shtatlarida yasaydi. Men bir paytlar yozishib turardim. Ancha bo'ldi 4-5 yildan buyon aloqalarim yo'q. Agar mana hozir kimdir ko'rib turgan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarida Avazxon Muxtorovni biluvchilar bizga chiqinglar, biz Avazxon Muxtorov bilan bog'lanaylik, u kishi haqida ko'rsatuvlar qilaylik, u kishini dil so'zlari bo'lsa aytaylik. Bugun O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. U kishini bugun endi sekin asta hayotga, jamiyatga, O'zbekistonga qaytarish vaqti keldi deb o'ylayman. Aziz do'stlar, biz bugungi dasturimizda aytmoqchi bo'lgan gaplardan yana biri, biz kechagi veteranlar haqidagi dasturimizni tugatmadik, hali yana bir qismi bor. Biz bu dasturda Shuhrat Jalilovning faoliyatiga, o'tmishiga, qanday qilib Markazkomda ishlaganiga, qanday qilib Markazkomdan haydalganiga va yana qanday qilib bu rahbarlikka kelib qolganiga, o'sha Rashidovni buyrug'i bilan haydalib, Rashidovning nomiga tosh otilganda bu odam yana kerak bo'lgan, yana ko'tarilib va qanday qilib bu odam sekin asta shu yana davlat amal pillapoyalarida yurib, bugun yana Shavkat Mirziyoyev unga ishonch bildirdi, lekin bu ishonchni bu odam oqlolmayotgani haqida va keyingi dasturlarimizda biz albatta Zokir Almatov, Ichki ishlar vaziri sobiq, u kishi ichki ishlar vazirini maslahatchisi etib tayinlandi. Rustam Ahmedov, birinchi mustaqil O'zbekistonning birinchi mudofaa vaziri, harbiy vazir, u kishi yana general polkovnik, Zokir aka ham general polkovnik. Mana bu kishi ham yaqinda O'zbekiston mudofaa vazirini maslahatchisi etib tayinlanibdi. Xuddi shuningdek Ismoil Jo'rabekov, Kozim To'laganov, Baxtiyor Hamidov va yana boshqa bir talay sobiq mulozimlarning o'z umuman davlat va jamoat ishlariga qaytganini biz chin yurakdan muborakbod etib, bularni safiga yana qaytishi lozim bo'lgan, o'zbek xalqi uchun juda ko'p xizmat qilgan prezidentning kadrlar siyosati bo'yicha sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov, sobiq davlat maslahatchisi xavfsizlik xizmatida chiqqan eng yosh general G'ulomov Baxtiyor Husamovichlar va yana borinki Shavkat Yo'ldoshev, Shavkat Muhiddinovich, Abduhoshim Mutalov. Bularni men hammasini ro'yxatlarini ehtimol kimnidir esdan chiqargan bo'lsam, mendan ranjimasliklari kerak. Biz o'sha dasturda hammani yodlaymiz, hammani esga olamiz. Mana shu odamlarga ham yana sal davlatda e'tibori bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ra'no Habibovna Abdullayeva bor. Bu kishilarga ham yetarlicha e'tibor berilmayapti. Va keyingi dasturlarimizda o'sha mana bu veteranlar haqidagi keyingi dasturda Oqil Umurzoqovich Salimovning faoliyati haqida, u kishining o'zbek davlati uchun, o'zbek xalqi uchun juda katta qilgan xizmatlari, mehnatlari haqida, Aziz opa Qo'sh To'rayevdek kayvoni ajoyib insonlarning ibratli umr yo'llari haqida hikoya qilmoqchimiz va yana boshqa bir talay O'zbekiston uchun, O'zbekiston xalqi uchun, davlati va hukumati uchun jon fido qilgan, bir umr hayotini baxshida etgan kishilar bor. To'xtamish Boymirov umrining xorzorlikda, umuman unutilishda o'tib ketdi. U kishi yaxshi yashadi, lekin eslanmadi. SSSR davlat mukofoti sohibi, irrigator, obkom sekretarlari bo'lgan, qarshi shtiroylarni boshqargan To'xtamish Boymirovlar juda katta rahbarlik maktabini yaratgan odamlar edi. Biz bularni ham albatta eslab o'tamiz. Alisher Azxo'jayev, ularning ham o'zbek davlat shakllanishida o'z munosib o'rni bor. Juda yosh, juda ertachi, juda sirli tarzda bu dunyoni tark etdi bular. Ularning iloji boricha shu sirli o'limlari ham samolyotda Toshkentdan Germaniyada uchib ketayotganda o'sha styuardessalarni
kimi biridir bir qandaydir ichimlik bergandan keyin kutilmaganda o'lib qolgan Alisher Asxo'jayevlarning bu sirli o'limlarini yangi davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati tekshirishi kerak. Ko'p narsalar oshkor bo'lsa, ne ajab. Umuman qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Demak, veteranlar haqidagi bizni dasturimiz davom etadi. Biz bu uchun yana bir alohida to'xtalamiz. Endi aziz do'stlar, men kechadan avval kungi dasturlarning birida Omon Matchonning Dunyo o'zbeklari sonlarida degan rubrikada dunyo o'zbeklarida e'lon qilingan maqolalarda o'qiyotib, Omon Matchonni bir she'rini hayajon bilan o'qigandan keyin Umida Abduazimovaning kursdoshlarga nomli she'rini o'qigandan keyin bir yigit menga bir xat yozibdi. Ro'ziqul Alimardonov degan yigit. Salom Ismat aka, ko'rsatuvni tomosha qildim. Juda ajoyib jonli suhbat bo'ldi. O'zingiz bilan gaplashgandek bo'ldim. Siz Toshkentdalik paytingizda men ham Toshkentga borgandim. Internet ishlamay qoldi. Bo'lmasa bir salomga bormoqchi edim. Omon Matchon, Umida opa she'rlarini zavq bilan zo'r o'qidingiz. Mening ham bir she'rimni o'qisangiz bir umr armonim qolmasdi. Internet, ayniqsa video tasvirlar ko'rish bizda O'zbekistonda juda qimmat. Ko'plarni ko'ra olmay qolaman. Endi 25-avgustga O'shga Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlangan uchrashuvga taklif qilishgan. Nasib etsa bormoqchiman. Rahmat aka. Qani endi bizning ham she'rlarimizni o'qisangiz, lekin afsuski buning iloji yo'q, siz faqat mashhurlarni o'qiysiz debdi. Yo'q uka, biz sizni she'ringizni mana hozir o'qib beramiz. Ro'ziqul Alimardonov ishonmabdi biz uning she'rini o'qishimiz mumkinligiga. Omon Matchonlar ham mashhur shoir bo'lishi mumkin, lekin siz ham sizning she'ringizni ham o'qisak nima u? Siz ham shular qatoridagi odamsiz ukajon. Demak, Otajonimga degan bir she'rlarini men o'qib bermoqchiman. 5 yildirki qalbimda o'kinch, 5 yildirki izlayman sizni, o'y to'rida asrayman endi ma'yus boqqan suratingizni. Yillar o'tdi osuda notinch, o'tdi bahor, o'tdi yozuv qish, ming bor sizni esladim ota, nomard do'stlar sachkanida nish. Umrim sizla xotirjam edi, yashar edim g'amlardan yiroq. Bunday damlar g'animatligi hayolimga kelmabdi biroq. Kuz ham keldi, sarg'ish yaproqlar to'kilmoqda poyimga bir-bir. Oh, otajon, sizni so'roqlab yuragimni ezg'ilar nedir? Aziz do'stlar, uzr, bir lahzalik texnik xatolar bilan ekran ko'rinmay qoluvdi. Sizda emas, bizda ko'rinmay qoluvdi. Men o'zimni ko'rib turishim kerak, shu uchun texnik nosozlik uchun uzr so'rayman. Demak, she'rda davom etamiz. Kuz ham keldi, sarg'ish yaproqlar to'kilmoqda poyimga bir-bir. Oh, otajon, sizni so'roqlab yuragimni ezg'ilar yomg'ir. Bolaligim, beg'uborligim qayga ketdi, qaylarga ketdi? Olislarda ko'm-ko'k bahorim, xazonlarning shig'iri yetdi. 5 yildirki qalbimda o'kinch, 5 yildirki izlayman sizni, yashayapman bag'rimga bosib ma'yus boqqan suratingizni. Rahmat aka. Shu she'rim sizga yoqarmikin? Mana yoqdi ukajon, o'qib ham berdik. Bir o'qib bersangiz, zora oila a'zolar, do'stlar, hamqishloqlar bilan bir tinglardik. Mayli, mana sizga o'qib berdik she'ringizni. Endi albatta otani yo'qligi juda yaxshi yozibsiz. Ota bu har birimizni suyangan tog'imiz. Otalar vafot etganda, onalar vafot etganda bu dunyoda hech kim sizni ota-onangizchalik himoya qilmaydi. Og'ir kunlarda yoningizga tura olmaydi ota-onadek.
Albatta oilangiz, farzandlaringiz bu yaxshi, lekin ota-onaning o'rnini hech kim va hech narsa bosolmaydi. Aziz do'stlar, biz bugungi dasturimizni 45 minutga borib qoldi, lekin aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz juda ko'p. Navbatdagi dasturlarimizning birini Shukurlar Rahmatovich Mirsaidovning porloq xotirasiga bag'ishlaymiz. Umuman biz bu dunyodan armon bilan o'tib ketgan o'zbek davlati va jamiyatida o'z munosib o'rniga ega bo'lgan insonlarni tez-tez xotirlab turishimiz kerak. Nima qilamiz endi? Boshqa ilojimiz yo'q. Vaqt shiddat bilan o'tib ketyapti. Soatning chiqishlari har safar aylanib kelar ekan, gaplaringni tezroq oxiriga yetkaz. Hayot shiddat bilan davom etyapti. Boshqa dasturlarga ham o'rin berish kerak degan bir ogohni ko'raman men soat millarining aylanishida. Aziz do'stlar, siz Kanadaning Toronto shahridan muhojiratdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning bugungi navbatdagi dasturini, tele dasturini tomosha qildingiz. Eslatib o'taman, Dunyo o'zbeklari nomli tele loyihaning Ismat Xushev bilan yuzma-yuz nomli tele dasturini tomosha qildingiz. Nachora, yana xayrlashamiz navbatdagi dasturlarga qadar. Omon bo'ling aziz do'stlarim.